Assalomu alaykum qadrdonlar, yurtdoshlar. Mana faflarni hammasini olib qo'yganmiz. Bularga ikkala tomoniga 150 TL o'rnatib, tevasiga 200 TL balon. Bu ham shu ahvol. Bu ham tayyor. Buni kecha olganmiz. Bugun yo'llarga kasetalarni yasab bo'ldi. Tindirib, qo'llarni past tapqinini yasab bo'ldi. Hattoki mana 200 TL balon o'rnatganda mana qilib teshib tevagacha. Uslet qo'rganmiz, qo'shimcha mana 2 cm materiallarda. Uni birli listada bo'lib chiqitgan. Kvadrat. Manalarni yo'llariga o'rnatibdi fonda. Unaqa meningit ishlarimizni olganmiz. Mallarga 150-200 aralashib qo'yganmiz yoniga. Evikoni ham 400 TL 460 TL singanin qilganmiz. Akkumulyator qutini ko'tiga oldi. Kabinaning tevasiga qo'ydi, ikkala tomonga 150 TL qo'yib, gulshitiri 400 TL singanin oraga olganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, Xudo xolasa qilib beramiz. Xudo xolasa mana Ramazongacha qo'llarni yengillatib olsak, Ramazon ichi astag'firulloh, ozroq o'ylab ishlab turamiz.